Xitoy davlatining hokimi. Assalomu alaykum. Xitoy davlati. Assalomu alaykum. Ochilmagan bitta otsa bo'ladimi mashina? Siz ham siz Instagram kuzatib qarang aka, mana shuni ushlab turasiz endi. Olib kelib sotasiz, olib kelib ularni ochib sotganingizda hech kungacha sifatini o'zgartirmaydi. 3-4 kun, bir haftagacha o'zgaradi. Endi nima bo'ldi? Masalan, siz hozir Xitoy davlatidan buni talab qilasiz, o'zingiz borib olasizmi yoki telefon orqali chaqirasiz? Zakaz qilishadi keyin-da. Taglari qanaqa chiqadi? Taglar. Juda ham zo'r. Buni tagini ko'raylik. O'qlanish, aldanish degan narsa bo'ladi-yu. Mana tagi emas, tagida 3-qatordan olyapman. Shiramini, ayibini, xatosini tagida yo'q qiladimi yoki tagi teva bir xil bo'ladi? Yo'q, tagi teva bir xil bo'ladi. Tagi teva bir xil. Sifatli ko'p. Buni narxi nechi pul? Narxi hozir kecha kunduzga 190 ming. Bu loyga talab qanaqa bu sotgan loyga? Talab yaxshi aka. Talab yaxshimi?